Assalomu alaykum Shahzoda opa. Farzandlarimni gijjaga davolatyapman, lekin natija yo'q. Men sizga hozir ikkita usulni aytaman. Bomba retsept. O'sha bolangiz necha yosh bilmadim. O'shani mo'ljallab bitta bokalda sutni olamiz. Iliqdan issig'rog'i. Chesnok. Bitta katta chesnokni bitta bo'lakchasi. Hammasini sovormang. Yaxshilab ezib, o'shanga solib, saharda 3 kun ichirib boramiz. Va bir tomchi shirinlik bermaymiz. Gijjalardan xalos eting va undan keyin ham farzandingizga hadeb shirinlikni berishni to'xtating. Ikkinchi usulimiz bir qism oshqovoq qurgan urug'ini olamiz, kofemolkada un qilib maydalaymiz, mikserga solamiz, bitta bokal iliq suvni solamiz, mikserda yaxshilab aralashtirib, 2 qavat dokadan suzib olib, saharda zavtrikdan 2 soat oldin beramiz. 10 kun bering, har qanday gijjalardan xalos bo'ladi inshaalloh, xudo xolasa. Mana tabiiy yo'l bilan. Yana qaytarib aytaman. Har xil napitkalar, shirinliklar, mana bu chips, kirishki deymizmi, bu narsalarni hammasiga cheklov qo'ying. Natijasini yozib qoldirishni unutmang.